Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz uyqu bilan shoshqaloqlik haqida bo'ladi. Bilasizlarmi, juda ham ko'pchilik shoshadi. Даже menda ham bo'ladi u holat. Juda ham ko'pchilik masalan ertalab turganda mana turdingiz, namozingizni o'qidingiz, choy tayyorlayapsiz, bolalarni tez tur, maktabga borishing kerak, kech qolamiz, mana bu ishlarni qilishing kerak, tez deb choy ichirasiz, bolalarni tez maktabga, bog'chaga jo'natasiz, asabiylashasiz, ishxonaga borganingizdan keyin ishxonangizda tez ishimni bitirsam va tez uyga borsam deb yana shoshasiz. Mundoq olib qarasam, mundoq o'ylasam, shuni shoshmasdan, xotirjam, spokойно qilsangiz ham bar o'sha vaqtga yetib borasiz, bar uyga borasiz. Bilasizmi, nimadan kelib chiqadi shoshqaloqlik? Qalbingizda xotirjamlik yo'qligidan. Nuqul stressdaligingizdan. Tanangiz напряженкада, lekin siz tushunmayapsiz. Nuqul g'azabdasiz. Qaqqadir shoshasiz. Shu bitta ishni qilsangiz ham mundoq напряженкада bo'lib ishlaysiz. Mundoq qalbingizni keng qilib qo'yib yubormaysiz. Удовольствием ishlamaysiz deylik. Endi qarang, hamma har xil bo'ladi-ku. Endi agar ishxonaga bordingiz deylik, kimdir sizni tep qo'ydi. Misol tariqasida, yoki bundoq qilamiz. Qaranglar, ochiqlash uchun sizlarga shu narsa, shu uyqu bilan shoshqaloqlik yaxshi yetib borishi uchun o'zimni aytaylik. Misol tariqasida men Germaniyada vaqtida uxladim. Masalan, O'zbekistonga bordim, joyimni ochdim. O'zbekistonda ertalab tahajjudimga turdim, Qur'onimni o'qidim, namozimni o'qidim. Keyin klinikamga peshkom bordim, imbirlarimni ichdim. Qalbimni xotirjam qilib, tasbihlarimni o'qib, peshkom ishxonaga bordim. Ishxonaga bordim, ochdim, patsientlarni qabul qildim. Har xil patsient keladi kuniga, ishoning juda ham har xil. Keyin uyga keldim, hammasini o'sha ishxonada tashladim, uyga keldim. Hamma ishlarimni qildim, uxlashdan oldin kefirimni, kivimni yedim, magneziumimni 9 da ichib, namozlarimni o'qib, уже 21:30 da uxlashga yotdim. Eshiting meni, 21:30 domi, 11 emas, 12 emas, 21:30. Nimaga? Chunki men ertalab xotirjam, qalbimda nima deydi, xotirjamlik bo'lishi uchun, stress bo'lmasligi uchun men sifatli uxladim. Aytishingiz mumkin, uyquni nima aloqasi bor shoshqaloqligiga deb. Hozir tushuntiraman. Qarang. Birinchidan, siz agar 21:30 da uxlashga yotsangiz, birinchidan tanangiz sifatli uxlaydi, sifatli dam oladi. Siz bodri bo'lasiz. Ertalab uyqudan turganda turgingiz keladi, ya'ni yana yostiqqa yotvogingiz kelmaydi. Tanangiz yaxshilab dam oladi, qalbingiz xotirjam bo'ladi. Chunki organlaringizga dam olishga berdingiz-da. Bu judayam bog'liq bir-biri bilan. Взаимосвязь qilingan inson, bu bitta narsa, uyqu. Ya'ni uyquni joyiga tushirishimiz kerak. Qachonki uyqingiz качественный bo'lsa, siz vaqtida yotsangiz, farzandlaringiz ham sizdan o'rganib vaqtida uxlaydi. Har bitta stressga, depressiyaga, qalbda xotirjamlik yo'qligiga, baqiroqligiga, shoshqaloqligiga, miyada negativlarni o'ylashga olib keladigan bu vaqtida uyquni yo'qligi. Endi qarang.
Endi ertasi kuni aytaylik, yonimga bitta patsientka keldilar. Aytayotdilarki, men deyaptilar, даже oynaga qarashga vaqtim yo'q deyaptilar. Nuqul shoshaman deyaptilar. Bu yoqqa shoshaman, bu yoqqa shoshaman. Keyin kechasi kech uxlayman deyaptilar. Men keyin aytdim, bu anonim, конечно. Men keyin aytdim, hech dedim, oynaga qarab o'zingizga yetganmisiz dedim. Nimaga o'zi shoshyapman? Qatga shoshyapman. Hammamizning boradigan joyimiz bitta. Foydasi yo'qda shoshganingizdan o'lib ketamiz. Qo'pol qilib aytganda. Anaqa ham boru, oyatmidi, suramidi, vaqtga qasamki, ya'ni asrga qasamki deb, vaqtga qasamki deb. Ya'ni tanani siz shoshiltirasiz. Tana sizga bo'ysunadi. Lekin shu narsani xotirjamlik bilan ham qilsa bo'ladi. Oynaga qaraganingizda, masalan, bo'yanadigan ayollarimiz bor, tez emasda, sekin, o'zingizni yaxshi ko'rib, ishoning, o'sha vaqt ketadi. Shoshasizmi, stressni qilasizmi, xotirjamlikni qilasizmi, spokойно qilasizmi, ishoning, bitta sinab ko'ring, o'sha vaqt ketadi. Undan ko'ra siz spokойно o'sha ishingizni qilib, o'sha manzilingizga yetib olganingiz yaxshi. Shoshmasdan, qalbingizni xotirjam qilib yetib olganingiz yaxshi. Endi men misol tariqasida sizga yana bitta ayol aytaman. U ayol tug'ganlar, 4 ta tug'ganlar. 4 ta padrat tug'ganlar, oxirgi ikkitasi egzi. Tasavvur qilavering. Bechara u har yili tug'urgandan, hamma bolalari bog'chada, eng kattasi 1-sinfga boradi. Faqat baqiro. Nimaga? Chunki organizm dam olmagan, uyquga muhtoj, kortizol baland, negativ. Chunki tanasida pozitivniy energiya yo'q. Nuqul shoshib yuradi. Shu tezroq qilsam, shu tezroq qilsam, shu buni qilsam, uni qilsam, xotirjamlik yo'q. Yana bitta narsa. Men maslahatim, hozir birinchi aytib olamanki, oxirida aytaman nima qilish. Maslahatim Allohim shu farzandlarni bergan u insonga, lekin inson o'zi ham tafakkur qilish kerak, tug'ib tashlash emas, pauza ham qilish kerak. Chunki ayol kishi ko'tara olmaydi, tim более после родовой depressiya bo'lsa. Tanaga ham dam oltirish kerak tanani. Pulinglarni ayamanglar. Mayli, nyanka xohlamaysizlarmi, qarindoshlarni chaqirib вознаградить qilib, bir nima berib, hadya berib, uxlab olinglar. Uyqu eng zo'r tanani uspokoyительныйsi. Endi qarang, u inson uxlamaganidan keyin depressiyada o'zini negativini kimgadir sachatib olgisi keladimi? Ichidagini chiqarib tashlagisi keladimi? Dardlashgisi keladi. Bolalariga baqiroq bo'ladi. Uydagilariga baqiroq bo'ladi. Bolalarini urib qo'yadi. Eriga yoqmaydi, eri yurib ketadi. Qaynona-qaynotasi bilan urushishni boshlaydi. Qaynona-qaynota o'zi qari bo'lsa, ularga ham yoqmaydi. Ular bilan yashamasa, o'zi turadigan bo'lsa, eri uyga kech keladigan bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytaman, oxiri bora-bora bunaqa oila ajrashib ketadi. Shuning uchun men sizlarga maslahatim, качественный uxlanglar. 21:30 da uxlashga yotib, ashvaganda 21:00 da ichsanglar bo'ladi. Magnezium 21:00 da ichib, o'sha 21:30 da uxlashga yotsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa aytishinglar mumkin. Meni xo'jayinim kech keladilar, meni xo'jayinim bolalarim kutadi deb. Ishoning, sizni xo'jayiningiz siz o'lganingizdan keyin boshqa xotin oladi. Shuning uchun siz hozir o'zingizni o'ylashingiz kerak, asalim. Keyin kech bo'ladi. Keyin hamma kasalliklaringiz chiqqanidan keyin hech kimga keragingiz bo'lmaydi. Hatto bolalaringizni o'ylangda, bolalaringizni kelajagini, bolalaringizga qilayotgan muomalani. Shuning uchun vaqtida 21:30 da yotib uxlang. 22:00 gacha. Meni gapimga quloq soling, ishoning, ko'rasiz.
zo'r bo'ladi. Taningiz ham tinchlanadi, o'zingiz ham tinchlanasiz, qalbingizda xotirjamlik bo'ladi. Boshqalarga ham negativingizni sachatmaysiz. Chunki tasavvur qiling, siz shunaqa rejim ushlagansiz. Masalan, men rejim ushlaganman, vaqtida uxlayman, vaqtida turaman, vaqtida yotaman. Kimdir negativniy inson kelib menga o'zini zlostini, o'zini ichidagi negativini sachatyapti. Men nima deb fikrlashim mumkin? Aytamanki, o negativga to'lib ketibdi deyman. U keyin men настроениямni buzadi. Men keyin uyga kelib siqilaman. Kechasi uni o'ylaganimdan boshim og'rib, uxlolmay chiqaman. Ertasi kuni menda negativ bo'ladi, men ham xuddi shunaqa boshqani asabini buzaman. Shuning uchun insonlarda negativ ko'payib ketgan. O'zbekistonda 70% inson shunaqa, chunki hamma kech uxlaydi, 11-12. Menga yuqishiga sal qoldi shu narsani. Men ochiqchasiga haqiqatni aytadigan ayolman. Shuning uchun bemalol kommentariyada negativ yozinglar, pozitiv yozsanglar, demak siz vaqtida uxlaydigan ayol ekansiz. Negativ yozadigan bo'lsangiz, shundan bilib olsam bo'ladi, demak siz 12-1 qilib uxlaydigan ayol ekansiz. Так что ko'ramiz kommentariyada kim qanaqa. Lekin bu sizga tekin maslahat. Men Yevropada o'qigan ilmlarimni, Polshada o'qigan ilmlarimni tekinga beryapman. Chunki men O'zbekiston bilan Germaniyani solishtirdim. Nemislarda 22:00 dan ertalab 7 gacha tixichas. Mabodo shunday qilsangiz shtraf keladi. Qo'shnining ham haqqi bor uxlashga, chunki u ishlaydi. Ertalab uxlay turish kerak. Bolani ursangiz, bolaga baqirsangiz, olib qo'yishi mumkin davlat. 2 marta предупреждение qiladi. O'zbekistonda ham shu narsani qilishligini iltimos qilardim. To'g'ri, tushunaman, bizda bolajon xalq, lekin bolani kimdir ursa ham hech kimning ishi yo'q. Yokida kech uxlashadi, 11-12 qilib, yokida kechasi shumay chiqsa ham hech kim indamaydi. Shuning uchun odamlarda negativ ko'payib ketgan. Bu qanaqadir yomonlash emas, naborot, insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash. Vaqtida uxlasanglar, vaqtida namozga turasizlar. Vaqtida uxlasanglar, tana Allohim sizga omonat qilib bergan tanani sog'lom tarzda nima deydi? Hayot tarzini kechiradi, sog'lom tarzda. Undan tashqari, o'shaning uchun ham stress bo'ladi, siqilib o'ylaysiz, shoshqaloqlik bo'ladi. Vaqtida keyin sog'lig'ingiz, ya'ni uyqu bo'lmagandan keyin sog'lig'ingizda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Nervinniy bo'lib qolasiz, organlaringizda yallig'lanish kuchayishni boshlaydi, stressdan shirinlab qo'yasiz, pishiriqlab qo'yasiz. Noto'g'ri pitaniya ham shuning ichiga kiradi. Ya'ni sog'lom fikrlashni boshlamaysiz, chunki sizda negativ ko'payib ketgan bo'ladi. Semirishni boshlaysiz, конечно же, organlarni yaxshi ishlashiga yordam bermayapsiz-da. Oxiratda baribir javob beramiz bu hamma narsaga. Bilasiz, men ham meditsinskiy ham diniy tarafdan boraman, lekin naukada ham xuddi shu. Ilmiy tadqiqotlarga anaqa qilishganda, eksperiment, tajriba qilishganda, kech uxlaydigan ayollarni olishgan, vaqtida uxlaydigan ayollarni olishgan. Ishoning, ani vaqtida uxlaydigan ayollarni kasali kamroq bo'lgan, stressi kamroq bo'lgan, hayotdan xursand, bahramand bo'lishgan, ishini bilib reja asosida qilib, ko'proq vaqti bo'lgan. Kech uxlaydigan ayollar stressda bo'lgan, semiz bo'lgan, ko'pi ajashgan bo'lgan, ko'pi baqiroq bo'lgan, depressiv bo'lgan, negativniy bo'lgan. O'shaning uchun aytmoqchimanki, uyquni vaqtida qiling. To'g'ri, qadarolloh, hayotimizga nima yozilgan bo'lsa, shu narsa bo'ladi. Lekin Allohim o'zingizga ham ixtiyor bergan, fikrlash doirasini bergan, o'zingizga ham harakat qil, men barakasini beraman. Sen masalan, Allohim faqat duo qil, bitta joyda o'tirgin demayapti-ku. Masalan, ilm olish ham sunnat, amalda qilish ham sunnat, ya'ni niyatli amalga bog'liq deymiz. Siz faqat uyda o'tirib duo qilasiz,
to'g'ri, Allohim kimnidir sababchi qiladi, lekin siz birinchi qadam tashlang, tavakkal qilib, keyin Allohim 10ta qadam tashlayman degan. Siz qo'rqmang, siz qadam tashlang. Hech oynaga qarab o'zingiz bilan o'zingiz gaplashganmisiz? Yokida oddiy mana daftar tuting, yozing. Daftari ichiga har kungi planlaringizni yozing. Nima qildingiz, qanaqa qildingiz, mana shu daftari ichida kunlik planingiz bo'lsin. Kuningizni qanaqa o'tkazdingiz? O'zi bugun kunimda negativni, pozitivni nima narsalar qildim? Nima foydali narsalar qildim? Alloh uchun kimnidir ko'nglini ko'tardimmi, yo'qmi? O'zi nimaga shoshdim? Anuni nimaga g'iybat qilib qo'ydim? O'zi nimaga bunaqa so'z gapirdim deb o'zingizga savol berganmisiz? Negativni so'zlaringiz bilan kimnidir xafa qilib qo'yishingiz mumkin. Yokida farzandingizni urib qo'yishingiz mumkin. Har xil narsa bo'ladi. Lekin ishoning, mana shu uyqu hamma dardga davo. Insonni energiyasi negativga ketib qolsa, insonni uyquga tortadi, shirinlikka tortadi. Chunki energiyasi ketib qoldi-yu, bu yoqdan tezroq o'sha energiyani o'rnini to'ldirmoqchi bo'lasiz-da, shirinlik yokida pishiriq yeb qo'yasiz. Bu eng katta xato. Eng yaxshisi uspokoyительный iching. Ashwagandha ichsangiz bo'ladi, magnezium ichsangiz bo'ladi, magletsinat ichaman. Uni har xili bor. 4 ta kombinatsiyaligi bor, 7 ta kombinatsiyaligi, 9 ta kombinatsiyaligi, 11 ta kombinatsiyaligi bor magneziumni. Trianat bor, glitsinat bor. Har xili bor, короче. Kompleksi bor. U смотря sizni organizmingizga qaysi biri to'g'ri keladi, yoshingizga qarab. Ashwagandha. Ashwagandhani ham 2 yoshdan bersa bo'ladi, ozgina dozada. Uxlashdan oldin bitta kapsuladan 9 da ichsangiz, o'sha yarim soatdan keyin sizni bosib qo'yadi ashwagandha o'zi. Uyqungiz ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha xotirjam bo'lish uchun uyquni vaqtida qiling. Shoshmang, bari o'sha manzilga yetib borasiz. Shoshmang, o'zingizga yeting. Nima shoshyapman deng. Gaplashing o'zingiz bilan o'zingiz. Ovozingizni chiqarib gaplashing. Yo'q, men shoshmayman deng. Qancha vaqtli uxlasangiz, shuncha vaqtli turishingiz oson bo'ladi. Shoshmang, bar o'sha joyga yetib borasiz. Alloh izni bilan o'sha joydan qaytib uyga kelasiz. Lekin faqat stress bo'lganingiz qoladi. Kerak emas narsada. Yaxshi narsalarni gapirishga harakat qiling. Yomon narsani o'ylayapsizmi? Sizda yomon fikrmi? Gapirmang. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ham говорите благое или молчите deganlar. Bu degani og'zingizni yuming ili yaxshi narsa gapiring degani. Siz negativ bilan uyingizni muammolari, har bitta ishingizni kimnidir orqasidan g'iybat qilish, даже kimdirlar kanalida, gruppasida kimdirni yomonlagan, orqasidan yomonlagan, u kimnidir siqilishiga olib kelyapti. Keyin unda bessonniца boshlanadi, uxlolmasizlikdan boshqalarni asabini buzilishiga olib kelyapti. Hammasi qo'shilib ketgan. Shuning uchun общий qilib, umumiy qilib hammaga aytaman, vaqtida uxlaylar. Pitaniyani to'g'irlaylar. Bu ham katta rol o'ynaydi. Uxlashdan oldin ovqat yemanglar, iltimos. Maksimum ovqatinglar shu 7-8 da bo'lsin. 2 soat oldin bo'lsin. 9 da o'sha ashwagandha magnezium ichib 9:30 da uxlashga tayyorlaninglar. Turmush o'rtog'inglar kech keladigan bo'lsa, aytinglar, "Adajon, siz zapaskali tavoling, biz uxlagan bo'lamiz. Kelganingizda yotib uxlavering yonimga. Xursand bo'laman" deng. Kelganingizda aytib qo'ying, bo'ldi. Bolalarni vaqtida uxlamasam, maktabida agressivniy bo'lyapti deng. Bog'chasida bolalarni urib qo'yapti deng. Kech yotganiga nervli bo'lib qolgan, bola semiryapti deng, jigari ishdan chiqdi, ichagi ishdan chiqdi deng. Chunki hayot faqat ota-onadan yokida kimdandir iborat emas. Allohim qiyomatda sizni har bitta organingizni, sog'lig'ingizni asramaganingiz uchun so'raydi. Siz bitta turmush o'rtog'ingizni kutish uchun butun oila 1-2 gacha uxlamaslik kerakmi? Bu qanaqasi?
Organizm voy mancha deydi. Ular ham gapiradi. Ey deydi, bizachi deydi, biza ham dam olaylik deydi. Turmush o'rtog'ingiz masalan kech kelsalar zapaska olib olsinlar. Xohlayman shu videomni ko'rsating, lekin ishoning, rahmat deysiz. Yaxshi настроенiyada bo'lasiz. Birinchidan, ikkinchidan vaqtida uxlaganingiz uchun tana sizga rahmat deydi. Rahmat, men dam oldim deydi. Anita turmush o'rtog'ingiz rahmat demaydi. Vaqtida uxlamasangiz, ishoning, faqat kasal bo'lasiz. Siz kasal bo'lasiz, bolalaringiz kasal bo'ladi. Oxiri doktor pul berib, yugurib yurib, shoshqaloq bo'lib qolasiz. Qalbingizda xotirjamlik bo'lmaydi. Bir tiyin bo'ladi turmush o'rtog'ingizga kechasi kutganingiz. Ajr ham bo'lmaydi, ishoning, bo'lmaydi. Hech qanaqa ajr bo'lmaydi, chunki siz uyquni vaqtida qilmayapsiz. Melatonin gormoni qorong'i joyda uxlaydi, kачественный, sifatli uxlash uchun 10 da уже uxlashingiz kerak. Ertalab 5 gacha. Tahajjud namoziga bemalol tura olasiz. Vot, shuni aytmoqchi edim, uyqu bilan shoshqaloqlik. G'azablanmaslik haqida, mana shu uyquni vaqtida yo'ligidan, даже bilasizmi, sunnatda abedda uxlash ham bor. Peshindan asrgacha. Men peshindan asrgacha uxlayman. Maza qilaman, ishoning. Shunaqa maza qilaman. Birinchidan sekin qaraysiz, ikkinchidan qalbingiz xotirjam bo'ladi, uchinchidan aqli joyida bo'ladi. Vaqtida uxlamaydigan, abedda ham uxlamaydigan insonlar tez qaraydi. Ishoning, juda ham video katta bo'ladi. Uyqu eng zo'r Alloh tomonidan berilgan, bilmayman, qanaqadir mo'jiza desam ham bo'ladi. Organizmingiz sizga voy rahmat deb, короче, organizmimchi dam olish kerak edi. Imенно soat 9:30 da ovqat yeb 10 da yotib olish emas. Organizm o'zini o'zi tozalamaydi, dam olishga yo'l qo'ymayotgan bo'lasiz. Bilmadim, mana shunaqa insonlar bor, o'zini o'zi yaxshi ko'rmaydi. O'zingizni o'zingiz yaxshi ko'rmasangiz, bu juda yomon narsa. Sizni hech kim yaxshi ko'rmaydigan bo'ladi. Hayotda bir marta kelamiz. O'zingizni yaxshi ko'ring. O'zingizni taningizni asrang. Allohim sizga taningizni prokatga vaqtinchalik bergan. Qabrga ham o'zingiz yotasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan emas, farzandlaringiz bilan emas. Ular ketadi, bar esdan chiqazadi sizni. Hammamiz o'zimiz kiramiz. Qiyomatda har bir inson o'zi uchun o'zi javob beradi. Nahotki bu dunyoda, bir kunlik dunyoda ko'zingizni ochib yumguncha o'tib ketadi. Tushga o'xshaydi o'zi hayotimizni. To'g'risi, men yurib kuzataman, tavba deyman. Kunni vaqti tez o'tishini arzimaydi. Arazlaganingiz, kimnidir dilini og'ritganingiz, kimdandir minus qidirganingiz, ishoning, arzimaydi. Shuning uchun o'zingizni yaxshi ko'ring, taningizni yaxshi ko'ring, pozitivda bo'ling. Bir marta kelamiz deb kechasi bilan muzika yoqib olib raqsga tushing demayman. Vaqtida uxlang. Birovga negativ etmaslik uchun, yosh ko'rinib yurish uchun vaqtlar yotib uxlang. Qo'shningizga xalaq bermaslikka harakat qiling. Qaysi ma'noda? Tug'ilgan kun nishonlab, muzika yoqib olib, uyda yoki bir nimalar qilib, kolonkalar yoqib olib, kechasi insonga kecha uyquga berilgan. Shovqin qilmaslik uchun. Shuning uchun iloji boricha birovni haqqiga ham xiyonat qilmang demoqchiman. Muslimam. Ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun, ayniqsa onalarimiz, yosh qizlarimiz shu oilasida o'zini yo'lini topolmayotganlar, Telegram kanalimga kiringlar. Agar xohlasanglar, Telegram kanalingizni bering deb yozinglar kommentda. Men lichkangizga administratori Madinaxon Telegram kanalini yuboradilar. Telegram kanalimdan kirganlarga immunitet marafonini hadya qilaman. Telegram kanalimda
xotirjamona sog'lom bola kursi bor. Skidka ketyapti hozir. O'zini narxi $120, lekin skidkada 660 mingdan ketyapti. 2 oylik tayyor darslik. Modullari Telegram kanalimda bor, kirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Keyingi tema inshaalloh o'tlar haqida, tuzlar haqida bo'ladi. Men o'zim uyda qanaqa tuzlar ishlatishim, taksillarni qanaqa vivodit qilish, ichaklarni qanaqa tozalash, qanaqa o'tlarni yosh bolalarga berish mumkin, qanaqa o'tlar umuman mumkin emasligi, bir xilli parazitni o'zi tozalamoqchi bo'lib zarar yetkazib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha to'g'ri podxod qilish kerak. Hammasini birdaniga bermasdan o'shalar to'g'risida gaplashamiz. Ikki qat ayollarga tug'ayotganida bitta o't bor. Uni ham aytib o'taman keyingi videolarimizda. Sizlardan reaksiyalar kutib qolaman. Aytganimdek, reaksiyalarni ko'ramiz. Kimda qanaqa reaksiya? Yana bitta narsa. Diplomingiz bormi, sertifikatingiz bormi, kimsiz o'zi deb aytganlarga. Tabobat shifokori yo'nalishida 4 yildan beri o'qiyman. Polshada 6 yil yashab o'qiganman. O'zbekistonda hamshiralikni Barovskiyni Qizilga bitirganman. Onlayn ham Rossiyada o'qiganman. Nutritsiologlar mendan bitta pog'ona pastda bo'ladi. Menda naturopatiya. Nutritsiologlarni masalan qon tekshirishga haqqi yo'q. Germaniya qonuni bo'yicha. Naturopatlarni qon analizini tekshirishga haqqi bor. Вот, shuni aytib qo'ymoqchiman. Keyin yana bitta narsa, qizlar. Tabibi har bir inson oilasini tabibasi bo'lishi mumkin. O'zi agar ustozlarda o'qigan bo'lsa. Lekin institutda o'qib, diplomi bo'lib, просто borib kelib, для кавычки, для галочки deydimi? Для галочки, vergul uchun, qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, men 5 yil o'qigan institutlarda professorlarni yoki vrachlarni ko'rdim. 5 yil o'qidi institut degani, vrach degani bu unga ishonishim kerak, doktoru degan menda tushuncha yo'q. Men birinchi insonni gapirayotgan gapiga qarayman. Nima haqida aytyapti? O'qiyaptimi? O'qiyotgan ekan, xo'p. Nimani odamlarga targ'ib qilyapti? O'zini ilmi bormi, yo'qmi? Kanalini ko'rib chiqaman, Telegramini ko'rib chiqaman. Allohim qalbimga solsa, kursini sotib olaman. Обязательно istixora o'qiyman. Lekin inson shunaqa savollar beradiki, неграмотный savollar. Nima desam ekan? Odamda intelligensiya degan narsa bo'lishi kerak ekan, subordinatsiya degan narsa bo'lishi kerak. Tilim bor deb hamma baloni negativi gapirmasdan, bunda tafakkur qilib, o'ylab gapirish kerak. Men hozir gapirayotgan gapim to'g'rimi? Hozir bularga bunaqa yozsam, menga gunoh bo'lmaydimi? Men bu yelkamdagi farishtalar meni bu daftarimga yozadimi yo bu daftarimga yozadimi deb o'ylashingiz kerak. Men bunaqa savol bersam to'g'ri bo'ladimi, bunaqa savol bersam to'g'ri bo'ladimi deb. Shuning uchun hech qachon shoshmang. Bitta joyga o'tiring. O'ylang 2-3 marta, yozing qog'ozga, o'zingiz oynaga qarab gapiring shu so'zlarni. To'g'ri aytyapmanmi, yo'qmi? Keyin o'zi boshqaga gapiring. Ishoning, mana to'g'risi. Nechta insonni asrab qolgan bo'lasiz. Bugungi kun o'tadi, ketadi, ertangi kun boshlanadi. Ertasi kuni bugungi kunda o'sha so'zni gapirmaganingiz uchun shukr qilasiz. Yaxshiyam kecha o'sha so'zni gapirmanman, Xudoga shukr, Allohim bir asradi, nimalar bo'lib ketardi deb aytasiz. Ishoning, har bitta og'zingizdan chiqayotgan gapga Alloh oldida javob berishingiz bor. Bu sizga eslatma bo'lsin, musliman. O'zingizni ehtiyot qiling. O'zingizni yaxshi ko'ring. Lekin bu degani meni yaxshi, o'zimni yaxshi ko'rishim uchun hammani xafa qilishim kerak degani emas. Kimdir xafa qilgan bo'lsa, sizni kechirib yuboring.
Kimdir xafa qilgan bo'lsangiz, uzringizni so'rab qo'ying. Lekin shoshmang. Qalbingizni xotirjam qiling, vaqtida uxlang, sog'lom ovqatlaning, shoshmang. Bar boradigan joyimiz bitta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fayziyeva Dinora edi.